Kim kelgandi? Ali, qandaq ahvoling? Yaxshi turayotqansa? Seni yo'qlab kelgan edim. Bundan keyin sana gap qilmayman degandim-ku. Mening sendek do'stim yo'q. Aliga nima bo'lgandi? Kelgan kishini uyga kirgizmayla eshikni yopib yotdi-ku. O'zidan bir so'rab boqay. Assalomu alaykum Ali. Va alaykum assalom. Xush keldingiz bova. Ozroq paranglashaylikmi bolam? Albatta bo'ladi. Qani keling bova. Mening navram aqlliq, adab axloqliq, bek yaxshi odam bo'ldi. Maqtag'iningizga rahmat bova. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Sendan boyi kelgan bolaning kimligini so'rab boqay degan edim. Savoqdishim kelibdi ekan. Amsa savoqdishingni uyga taklif qilmading-ku. Maktabda uning bilan so'qishib qolgan edik. Uni qiydab qoldim. Qiydab qolsangmi, uningga qo'pollik qilib, ishik tövida qaytirib versang yaxshi bo'lmaydi-da. Islom dini insonlarni, mehmonlarga xush chiroy echib, ularni obdan kutib olishga, yaxshi muomala qilib, izzat ikrom ko'rsatishga buyurgan. Shunga har qancha ish bo'lsa-mu, mehmon bo'lib kelgan odamni qaytirib o'tmasligin kerak bolam. U sinfda meni yomon so'zlar bilan tilgan tursa, uyga seni nemish qizlab kelibdi. So'rab baqdingmi? Balkim kechirim so'rab, yarishib qog'li kelgan bo'lg'iydi. Yoki sendan biror narsa so'rag'ili kelgan bo'lg'iydi. Qiydimay bilib baqqan bo'lsang yaxshi bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom bir hadisda mundaq degan: kimki Alloh taolo va oxirat kuniga ishonadigan qo'shnilarga aziyat yetkazmasin. Kimki Alloh taolo va oxirat kuniga ishonadigan mehmonni hurmatlasin. Kimki Alloh taolo va oxirat kuniga ishonadigan yaxshi so'z qilsin yoki sukut qilsin. Mana bu hadisda payg'ambar alayhissalom Alloh taolo va oxirat kuniga ishonishning, mehmonni hurmatlashning va uningga chiroyli so'z qilishning ahamiyatini bayon qilgan. Savoqdishing uyga seni izlab kelgan bo'lsa, u sening mehmoning hisoblanadi. Qilmishimning xato ekanligini bilmabdiman bova. Nasihatlaringizni anglagandan keyin xato qilganligimni tunib yetdim. Endi savoqdishingdan kechirim so'rab, yarishib qolgin, ma'qulmi bolam? Men hozirla uning uyiga berib, bay qilgan qo'polligimdan kechirim so'ray. Rahmat sizga bova. Musulmon degani mana shundoq bo'ladi. Alloh sendan rozi bo'lsin. Assalomu alaykum bova. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Aligining bo'pti bova. Aldirabli chiqib ketdi-ku. Cho'ng ish yo'q qizim. Bir ish esiga kelib qopti. Payg'ambar alayhissalomning hayotini so'zlab bering endi. Hozirla so'zlab beray qizim. Bismillahirrohmanirrohim. Mekke müşriklari musulmonlarga bo'lgan vahshiyona zulmni to'xtatmaganligi uchun musulmonlar Habashistonga hijrat qilishni qaror qildi. Payg'ambarlikning 7-yili. Dastlab bir turkum musulmonlar Habashistonga hijrat qildi. Mana bu islom tarixidagi tunji hijrat edi. Payg'ambar alayhissalom musulmonlarning ishlariga alohida ko'ngil bo'ladi. Har doim ularni o'ylaydi. Payg'ambar alayhissalom musulmonlarning jini, milini qo'g'dab, ularni Makka mushriklarining azor kulpatlaridan qutuldirish uchun Ja'far ibn Abi Talib boshchiligida Habashistonga bir karvon tayyorladi. Qarindoshlar, darhol mukinib olaylik. Quraysh va nodon kishilarning qalbida musulmonlarga qarshi o'shmanlik o'ti barg'on siri ulg'ayotganligi uchun ular Habashistonga qarab yo'lga chiqqan bu karvonning iziga tushdi. Lekin poyonsiz bu cho'lda karvonning izini yo'qotib qo'yib, maqsadiga yetolmay qaytib ketdi.
Çölde karvanning izini ko'rib piyiga tushgan edik. Keyin nima bo'ldi bilmadik. Izi yo'qolib ketdi. Shuncha izlagan bo'lsak, ularni topolmadik. Ay shu bir necha yalan to'sh sening otliq odamlaringning qo'lidan qechib ketdi, shundaqmi? Qaychib ketmadi, karvanning izini yo'qitib qo'ydik. Muhammad hozirmi Makkada? Muhammadning bizdan qo'rqqan odamlari qechib ketdi. Yurakli kishilar ekan. Ular bizning Habashistonliklar bilan bo'lgan savdo aloqamizni uzib etmasli bo'ladi. Amir ibn As, sening Habashiston podshohi Najoshi bilan munosabating yaxshi. Seningchi bo'lganda bu ishni qandoq bir taraf qilsak bo'ladi? Savdo tijoratimizni oqsitib qo'ymasli bo'ladi. Bu ishni podshoh bilan bo'lgan yaqin munosabatingdan foydalanib bir taraf qila olamsan. Hal qila olishim mumkin. Әмсә, дәрхал Әбәшистанга баргын. Meni ularni qandaq bir taraf qilib deysan? Podsho aliylari, bu kishilar o'qish yozishni bilmaydigan bir kishini payg'ambarimiz da'vatidi. Uni osmondan vahiy oldi deb qarab, o'z qavmining dinini tashildi. Sizlarning dininglarga kirmadi. Ular bizmi, sizlarmi tonimaydigan bir yangi dinni paydo qildi. Ular aliylarining ziminiga qechib ketdi. Qavmining cho'nglari bizni ularni qaytirib kelishga avatdi. Aliylarining iltifot qilib, ularni bizga qaytirib berishini so'rayman. Agar aytqining rost bo'ladigan bo'lsa, payg'ambaringlarning mo'jizasi bo'lishi kerak. Qani aytib beqinglar, payg'ambaringlarning insonlarni dinga da'vat qilish uchun Alloh taolo tarafidan berilgan bir mo'jizasi bormi? Sahobalardan Ja'far ibn Abi Talib o'ttirg'i chiqib, Muhammadning mo'jizasi Qur'oni Karim dedi. Aliylari, bu gaplarning hammasini Muhammad o'ydirib chiqib, Allohning so'zi davoladi. O'zlarimi bularning deganlarini angdilar. Bularning deganlariga ishondim, lekin mo'jizasi yo'q. Dal shu paytda Ja'far ibn Abi Talib yana bir qitim o'ttirg'i chiqib, musulmonlar tarafda turib, mundoq dedi: "Ey podshoh, biz zulm va azob uqubatlardan qutulish uchun o'zlarining zamoniga panohlik izlab keldik. Chunki payg'ambarimiz, sizlar Habashiston zamoniga beringlar. U yerda bir odil podshoh bor. Uning yanida hech kim zulmga uchirmaydi" degan edi. Sizlarchi bularning rostilla mo'jizasi bormidi? Muhammad sizlarni nemishqa mening yenimga avatdi? Ja'far ibn Abi Talib, chunki o'zlari muqaddas kitobga ishondilar. Allohga iymonlari bo'lganligi uchun bizni himoyalariga oldilar dedi. Podsho aliylari, mana o'zlarini ko'ryaptilar. Bularning aytganlari cho'lda usab qolgan odamning suv deb o'ylab qoladigan sarabdan iborat. Men bularning aytganlarini maqbul ko'ryapman. Yana anglab boqay. Ja'far ibn Abi Talib so'zni davomlashtirib mundoq dedi: "Ey podshoh, biz jahiliyatdagi bir qavm edik. Butlarga cho'qinatdik. Bütün yomon ishlarni qilatdik. O'lib qolgan hayvonlarning go'shini yeydik. Urug' tuqqanchilik munosabatlarida sili rahimni uzib qo'ygan edik. Qo'shindorchilikqa rioya qilmaydik. Oramizdagi kuchliklar ojizlarga zulm qiladi. Biz ashu holatda edik. Allah bizga orimizdan Muhammadni payg'ambar qilib avatdi. U bizni yolg'iz bir Allohga ibodat qilishga, ota-bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan tosh butlarni tashlashga chaqirdi. Sizlar ilohlarimiz haqida yolg'on so'zlab bizga bo'xton chaplayapsizlar. Biz tosh butlarga ibodat qilmaymiz. Ularning ichidagi ruhga cho'qinamiz. Biz u ruhlarning yordami bilan Tangriga yiqilishimiz. Ibodat qilayotganlarning hammasi sen tushungandek tushunmaydi. Dininglar sizlarni nima qilishga buyuradi? Ja'far ibn Abi Talib mundoq dedi: "Dinimiz bizni yagona bir Allohga ibodat qilishga, uningga hech narsani sherik qilmaslikka, omonatga rioya qilishga, o'zaro mehri shafqatlik bo'lishga, qo'shnilarga yaxshi muomala qilishga, qon to'kmaslikka, yomon ishlarni qilmaslikka, g'ayvat qilmaslikka, yetimning milini yavamaslikka buyuradi. Yana namoz o'qishga, ro'za tutishga, zakot berishga buyuradi. Biz uni tasdiqladik, uningga ishondik. U Alloh tarafdan elib kelgan buyruq va cheklimlarda uningga ergashdik. Ammo bular bizga qarshi chiqdi.
bizni chetga qoqdi. Dinimizdan yenishqa, bizni Allohga ibodat qilmay, butlarga cho'qinishga majburladi. Zulm silib bizni azobladi. Dinimizdan qaytarmoqchi bo'ldi. Shuning bilan biz sizlarni hech kimga zulm qilmaydigan adil podshoh deb anglab, zaminlarga panolik izlab kelishga majbur bo'ldik. Amir, qani aytqina, bularning deganlari rostmi? Nemishqa gap qilmaysan? Yolg'iz bir Allohning oldida butlaringni oqlayolmay qolding-ku. Jafar ibn Abi Talib so'zni davomlashtirdi. Bizning Rabbimiz İbrahim alayhissalomning Rabbi, Musa va Isoning Rabbi, Yusuf, Yahya, Zakariya qatorliq payg'ambarlarning murabbidir. Bular Muhammad alayhissalomning keladiganligidan xabar bergan. Biz Allohning payg'ambarlarining hammasiga iymon etamiz. Bu ismlarni sizlarga kim o'rgatdi? Jafar ibn Abi Talib javob berdi. Muhammad alayhissalomga nozil bo'lgan Qur'oni Karim. Alilari, bularning kitobi Qur'on İsa Masih haqida bo'lmug'ur so'zlarni qiladi. İsa haqida nima deydi? İsa mı başqa insonlarga o'xshashli bir inson deydi. Sizlarning dininglarda İsa Masih haqida biror ma'lumot bormi? Jafar ibn Abi Talib bor deb javob berdi. Benimga kelib bu haqda biladiganlaringni aytib baq. Jafar ibn Abi Talib Maryam surasining mono oyatlarini o'qib berdi. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Bizning dinimiz bilan sizlarning dininglar orasida ma'vu siziqchilikmi farq yo'q ekan. Amir ibn As: Alloh bilan qasamki, tog'dek oltin bersanglarmi, bu kishilarni sizlarga topshirib bermayman. Beringlar, mamlakatimda xotirjam yashanglar. Tangri qaytishinglarga ruxsat qilganiga qadar mushu yerda turinglar. Alhamdulillah. Alloh shukr. Najashi Jafar ibn Abi Talibning bu ta'sirlik so'zlaridan keyin musulmonlarga panohlik berib, ularni himoyasiga oldi. Chidg'uchiligim qolmadi. Muhammed ve egeç güçleri bizge ecellik zerbe verdi. Hoşna ve dost ellerini padişahlardan mı zerbe yedik. Ey Kureyş, kol koşturup otursak olmaydı. Ularını yok tutuş için bir iş kılışımız gerek. Senince neymiş kısak boludu? Menimce başka kabile aymakның adamlarını mı çakırıp gelip birlikte muzakir kılıp karar çıkıraydı. Haşim cemiyetinden bir kurbanlık belgileyli. Haşim cemiyetiga karşı çıkamdı. Deslep ular bizge karşı çıktı. Bu işini ular başladı. Mana emdi ular kılmışının cezasını tassın. Bugün muşergiçi bolsun balarım. İnşallah davamını ət sözlep berey. Ali, oğlum Ture, mescitki baraylı. Allohga omonat buva, davomini anglashni taqozolik bilan saqlayman.